Salom do'stlar. Bugungi videoda treyderlik orqali million dollar topgan odamlar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Timothy Sykes juda ham kuchli treyder. 2 million dollarni attiga 12 ming dollardan qilgan odam. Agar 30 yoshgacha hamma narsaga erishish kerak degan maqol to'g'ri bo'lsa, Timothy Sykes esa 30 yoshgacha yetmay turib bu narsani 2 barobar qilib bajardi. 3 yil trading karyerasi bilan shug'ullanib, Timothy Sykes attiga 20 yoshida 1 million dollarni ishlab topdi. 17 yoshida tennislarda juda ham yaxshi natija ko'rsatgan. Hatto o'zini okrugida ham chempion bo'lgan. Ammo tennis karyerasiga nuqta qo'ygan narsa qo'l jarohati bo'ldi. Aynan shu paytda Timothy o'ziga ma'qul keladigan ishni qidira boshladi. Ammo ko'p vaqtni ajratmasdan katta daromad qilishni xohlardi. Timothy aynan 18 yoshida trading nimaligi bilan tanishdi. Va uning qarori albatta trading bilan shug'ullanish bo'ldi. 18 yoshga to'lganda ota-onasi unga 12 ming dollar sovg'a qildi. O'sha pulni hammasini tradingga tikdi. Ota-onasi uni bilimi va talantiga ishonmagan. Timothy o'zlarini pullarini tez yo'qotib va albatta kollejga qaytadi deb o'ylashgan. Ammo hech kimning xayoliga kelmagan narsa bo'ldi. Timothy o'zlarini pullarini arzon aksiyaga sarflagan. U paytda aksiyaning nomi Penny Stocks bo'lgan va har bir aksiyaning narxi 1 dollardan ham kam edi. Va 2000-yillarning yaqinida uning hisobida 12 ming dollardan 123 ming dollar turgan. Va yilning oxirida uning hisobida 800 ming dollar turgan. Va yana bir yildan so'ng Timothy 1 million 600 ming dollar ishlab topgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Va yana 3 yildan so'ng avtoritet jurnali Trader Monthly Timothyni o'zini top 30 ta treyderlarning orasiga kiritgan. Va yana ozginadan so'ng Timothy o'zini saytini ochib, qanaqa strategiya va qanaqa qilib unaqa narsalarga erishganini aytib o'tgan. Timothyga nimaga bu narsalarni oddiy odamlarga oshkor qildingiz deb savol berishganda, Timothyni aytishi bo'yicha, yaxshi treyder bo'lish uchun odamlarga yolg'on gapirmasdan rostini aytish kerak va o'zini treyderlarni Timothy Sykes aynan shunaqasiga tarbiyalaydi.